Ko'rib turganingizdek mana toklarim yashnab yotibdi. Qatori bilinib ishlash kerak. Mana shu zudlik bilan tok bilan tokni oralig'ini motokultivator bilan haydashimiz kerak. Ishchi kuchi kerak endi bunga. Endi ishchi kuchi bo'lsa tezlashtirib haydashimiz kerak. Mana bu yerda tomchilatib sug'arish uchun olib kelingan shlankalar bor. Endi bular bilan ishlaymiz. Maysalarni ko'ryapsizlarmi o'tlarda? Qarasang bog'man, qaramasang dog'man deydi. Shuning uchun qarash kerak. Kuch yetgancha qilib boryapmiz. Kuch yetgancha qilib boryapmiz. Qolgani Xudodan, Allohdan. Mana lalmoqovon tarvuz ekishlarga ham yerlarda haydab qo'ydik. Xudo xolasa yana 2 ishlovini may oyida lalmoqovon tarvuzlarni ham ekamiz. Bu yerlarga mehnat qilishda o'zi bo'lmagan, yetishtirishda o'zi bo'lmagan, shu harakat, sendan harakat, mendan barakat. Xudoyim taolo aytgan-ku, harakat qilyapmiz. Berish Xudodan. Mana bu yerda mevali bog'imiz. Bular ham endi nargi yildan boshlab hosil berib qoladi. Asosan nok bor, zaldori bor. Olma bor. Hali bir 7-8 tasi quragan buni ham. Ha bir 10 talari deng. Bo'lganicha-da. Xudoyim berardan qismasin. Serqatnov yo'l. Yomon ko'zlardan Xudoni o'zi asrasin. O't balasidan, suv balasidan, tuhmat balasidan o'zi saqlasin. Hozir tuhmatchilar ham ko'payib ketdi. Xalqimiz bejizga aytmagan. O't balasidan, suv balasidan, tuhmat balasidan o'zi saqlasin.